Voy, Zumrad opa, qarang, erim menga nima sovg'a qildilar. O'zichi shunaqa romantik bo'lib qolganlar, har xil narsa sovg'a qilyotdi, lekin bu bomba Zumrad opa. Hammasi siz sabab. Boshqa maslahat berganingizda, olsin o'z dushman bo'ladi, aytganini qilmagin deb o'z ichimda birinchi shunaqa bo'lgan edi. Keyin o'ylab qarasam, yutqizadigan narsam yo'q ekan, sizni hayotingiz bilan solishtirsam. Qilib ko'ring deb qilib ko'rdim. Shug'ullaning intim gimnastika bilan ham sog'lom bo'lib olasiz, ham eringiz majnun bo'lib qoladi dedingiz. O'shanda o'yladim, kallangizdan urib qolganmisiz deb o'ylagan edim. Mening sog'lig'im bilan erim romantik bo'lishini va sog'alam tagida qolib ketishimning nima aloqasi bor deb o'yladim. Siz to'g'ri aytgan ekansiz. Qimmattoy, ajoyib sizni. Biz ovsinlarimiz-ku, maski yomonlik ravon ko'rmayman. Opa-singilimiz-ku bizni. Hali qarab turing. To'xtab qolmasangiz agar bundan zo'rini olasiz xayrli qilib. Voy, o'zichi sizni gaplaringizga quloq solsam bo'lar ekan boshidanchi. O'yladim men. Shu muammolarim bilan o'lib ketsam kerak, peshob ushlab tura olmasdek, gemoroylarim og'rib, qiynalib, shu bilan men bo'ldi, bir umr mana shunaqa yashayman deb o'yladim. Qarang, shunaqa muammolarimdan ham qutuldim. Erim g'amxo'rlik qilishni boshladi, chiroyli munosabatlarga ham erishdim. Rahmat Ovsinjon. Hamma er-xotinlar chiroyli yashab qo'sha qarshsin.